Assalomu alaykum azizlar, YouTube kanalim mehmonlari, aziz obunachilarim, hammalarga Rossiyadan alangali salom. Bugun sizlar bilan birgalikda Rossiyaning poytaxti Moskvani aylanamiz. Do'stlar, sizlar bilan birgalikda Qizil maydonni aylanamiz, ya'ni Moskvaning yuragi Qizil maydon. Moskva deganda har bir insonni birinchi bo'lib aqliga keladigan Qizil maydonni aylanamiz. Hozir qo'limdan kelganicha ko'rsatib, tarixlarni aytib berishga harakat qilaman. Kremlning kirish qismi mana ko'rib turganingizdek. Juda ham odam ko'p. Juda ham aylanadigan havo, atmosfera. Mana bu haykal marshal Jukovning haykali. Mana shu qarshimizda ko'rib turilgan ikkita arkadan kirib ketiladi Qizil maydonga. Mana bu yer esa mana dunyoni hamma joyidan kelib insonlar suratga tushadi. Ichkarida juda ham odam ko'p. Uzun 4-5 tarafga qarab ketgan. Hamma navbat kutib turibdi. Ichkarida knижный yarmarka bor ekan. Qizil maydonda yarmarka bor ekan. Bugun bozor kuni, havo ham 26 daraja issiq bo'lgani uchun o'chirit qariyalar tashqari Qizil maydonni mana arkadan boshlab shunaqasiga uzun kelgan. Klubga o'rtoqlari 20 minutcha o'chiritga turib ichkariga kirdik. Endi ichkarini ko'ramiz nimalar bor. Bu yerda kitoblar ekan. Har xil yozuvchilarning kitoblari bor ekan. Новую программу. Старые песни о главном. В ней мы собрались Kun ekan kitob yarmarkasi. Mana ko'rib turganingizdek, hamma tarafdan kitob. Moskvaning aholisi 13-14 million. Agar atrofdagi shaharlar, ya'ni oblastlarni ham hisobga oladigan bo'lsak, 18 millionga chiqadi. Ya'ni shu sababli Moskva Yevropadagi eng katta shaharlardan biri hisoblanadi. Yosh bolalarning kitoblari, детский xohlaganinglarda ham. Ertak kitoblar. Masha Medved. Ruslar juda ham kitob o'qishni yaxshi ko'radi, bilasizlarmi? Shu metrolarda ketyapsang ham kitob o'qigan, poyezdlarda ketyapsang ham kitob o'qigan. Lekin yaxshi odat. Mana Lenin bobomizni mavzoleyi bugun bekik ekan. Ochiq bo'lganda kirardik. Maydonning uzunligi 330 metr, kengligi esa 75 metrni tashkil etadi. Qizil maydon atrofida bir qancha, ya'ni mashhur, diqqatga sazovor bo'lgan joylar jamlangan, ko'rib turganingizdek. Mana bu yerda hamma o'zining avtorskiy kitoblarini olib kelib, mana reklama qilyapti. Shoirlar, yozuvchilar. Спасибо большое. Qizil maydon qizilligi uchun emas, chiroyliligi uchun Qizil maydon deb atalgan ekan, ya'ni chiroyli ma'nosida. Bu Rossiyaning butun oblastlaridan kelgan kitobchi yarmarkachilarimiz ekan. Novosibirsk oblast,
Donetsk, Sankt-Peterburg va xullas kalom Samara, Kemerovsk, Omsk, Tomsk, Tulska hammasi bor ekan. Va nihoyatda do'stlar, mana butun Olato'polondan tashqariga chiqib oldik. Allohga shukr. Rosa odam ko'p ekan bugun. Ko'rib turganingizdek. Mana o'sha Qizil maydon. Yerlarga tumalashib kim videoga olgan, kim esa suratga tushgan. Shu yerdan to'g'ri pastga tushib ketsak, qarab, Moskva reka. Mana yonbosh tarafimizda bo'lsa, chap qo'l tarafimizda Kitay gorod. Mana qizil 2 etajli turgan avtobuslar, ya'ni turistlarni shahar ichida aylantirib 2000 rubldan ekan, bir soatda aylantirib kelar ekan. Shu gullarni chiroyligini qaranglar azizlar. Atay, pastdan ko'tarilib keldim. Живой искусственный desam, живой gullar ekan. Qaranglar. Bir-biridan chiroyli, rang-barang. Juda ham shaharning chiroyiga chiroy qo'shib turibdi. Yo'lning ikki tarafida, narigi tarafda ham oxirgi paytlarda shu ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni internet, YouTube, Instagram qaysi platforma bo'lmasin, kimki video qo'ymoqchi bo'lsa, qaysi millat bo'lishidan qat'iy nazar birinchi bo'lib o'zbekcha video qo'yadi, yo bo'lmasam shahar yuradigan, dunyoni kezib yurgan insonlar birinchi O'zbekistondan boshlaydi ekan. Chunki biz o'zbeklar juda ham like, podpiska, kommentariyani qotiratib bir posta rekka chiqarib qo'yamiz. Shunaqa ham bir ko'nglimiz ochiq, qo'limiz ochiq millatmiz. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, rusmi, turkmi, juda ham ko'p mana turk blogerlarda videolarini ko'raman. Shunaqa chiroyli kommentariyalar yozasizlar. Xush kelding, xush kelding. Добро пожаловать, welcome to Uzbekistan. Ya'ni nimalar demaysizlar. Men ham albatta shu o'zbek qiziligim uchun sizlardan like, podpiska, videolarimni ko'ringlar, baho beringlar. Kamchiliklar bo'lsa yozib ketinglar. Xudo xolasa yangi videolarda, yangi shaharlarda ko'rishamiz. Dunyoni kezishni Moskvadan boshladik, xudo xohlasa. Birgalikda sizlar bilan butun dunyoni aylanamiz.